Mashina bu oddiy temir emas. Bu xarakter, kuch va shaxsiyat. Bugun Qarshilarda yangilangan BMW M-Tour Competition. Bu yangilangan noodatiy ko'rinish boshida hech kimga yoqmadi, lekin sekinlik bilan ko'pchilikka yoqishni boshlayapti. Kapot ostida 3 litrli twin turbo dvigateli turibdi va hozir bunda 530 sot kuchi bor. Buni ko'rinishiga yana did qo'shib turgan narsa bunga taqilgan karbon detallari. Bu karbon elementlari Seven Carbon tarafdan o'rnatilgan va bu karbonlarga alohida baho berib ketinglar. Salonga yorqin ranglardagi ko'jalardan foydalanishgan. Bunda multifunksional alkantarali rul, yana ko'pgina karbonlarni ham ko'rsak bo'ladi. Bo'lmasam buni ovozini eshitib ko'ramiz. Noldan 100 km/soat tezlikka 3,5 soniyada chiqadi. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib ketishni unutmanglar va bu mashinaga va qilingan ishlarga 0 dan 10 gacha baho berib ketish esingizdan chiqmasin.